Qadırlanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunini diqqatingizga sunamiz. Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlarga qanday besim qiladiganligi yana bir qatim oshkorlandi. Xitoy dengiz armiyasining sobiq boshlig'i Dong Junni yangi mudofaa ministri qilib tayinlagan. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari Janubiy dengiz haqida bayonot e'lon qilgan. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlarga qanday besim qiladiganligi yana bir qatim oshkorlangan. Qrim xabar agentligining 2023 yili 23 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi oila a'zolarini go'ro'ga elib olib tahdid qilar ekan. Xitoy istixboroti Turkiyada Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishini ommaga tanitish maqsadida harakat qilayotgan Uyg'urlar haqida uchur to'playdi ekan. Xitoydagi inson haqlari dafsanchiligini tadqiq qiladigan Ispaniya markazlik inson haqlari tashkiloti Safeguard Defenders'ning oldingi hafta e'lon qilgan nishonga ilingan Turkiya Xitoyning Uyg'urlarga qarshi davlat alqagan bismi degan temadagi dokladida Xitoy hokimiyatining Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga muajiratga Uyg'urlarni kuzatish uchun bargan sari texmo qattiq besim qilganligi oshkorlangan. Dokladning avtori Qo'ch universitetida doktorlikda o'qiyotgan tadqiqotchi Yalqin Uluyol qo'lga tushirgan bayqashlarini Qrim xabar agentligi bilan o'rtoqlashgan. U Turkiyada yashaydigan 93 Uyg'ur haqida inchikilab tekshirish elib borganligini, Xitoy hukumatining davlat alqagan besim ishlatib Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarning kundalik faoliyatini kontrol qilish va nazorat qilishga, siyosiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslar bo'libmi oila a'zolarining izdirkini qilishga urinayotgan shaxslarning faoliyatini to'xtatishga tirishganligini, agar to'xtatmaganda tuqqanlarini turmaga tashlaydiganligini aytganligini, Xitoyning konsul xodimlari va xizmatchilarining Uyg'urlarni charlash harakatini elib boradiganligini, Xitoy konsulxonasi yoki elchixona xodimlarining Uyg'ur diaspora a'zolari bilan aloqalashgan ahvollarning aniqlanganligini, Xitoyga mayil mazmunlarni ishlab, siyosiy jihatda aktiv bo'lmaslikni talab qiladiganligini, buning badaliga oila a'zolari bilan qayta uchrashish taklifini beradiganligini, pasportni yangilashni iltimos qilgandan keyin soqchilarning parakandachiligi boshlanadiganligini, Xitoy elchixonasining yiqqan uchurlarini Sharq Turkistondagi soqchilar bilan o'rtoqlashishining davlat alqagan besim turining biri ekanligi va Turkiyaning zarur bo'lgan oldini olish mexanizmini taraqqiy qildirishi, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning psixik jihatdan qo'llash qatorliq davolash mexanizmiga erishish kerakligini aytganligi bayon qilingan. Xitoy dengiz armiyasining sobiq boshlig'i Dong Junni yangi mudofaa ministri qilib tayinlagan. Al Jazeera xabar kanalining 2023 yili 29 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy oktabrda rasmiy ilib tashlanganligini e'lon qilgan burunqi davlat mudofaa ministri Li Shangfuning o'rniga dengiz armiyasining sobiq boshlig'i Dong Junni tayinlagan. Juma kuni Xitoy mamlakatlar xalq qurultiyi doimiy komiteti yig'inida Dongning tayinlanganligini e'lon qilgan. Xinhua agentligi bu o'zgarishning sababi va Li Shangfuning qayerda ekanligi to'g'risida hech qanday izohat bermagan. Dong bu yil 62 yoshga kirgan bo'lib, Amerikaning Xitoy bilan raqobatining bir qismi sifatida Osiyo Tinch okeanidagi diplomatik va mudofaa aloqasini kuchaytirish uchun kuch chiqarayotgan bir paytda vazifa o'taydi ekan. Uning ministrligining mudofaa siyosati yoki harbiy boshqarish jihatda so'z haqqi oz bo'lib, bu sohalar Katibash Shi Jinping boshchiligidagi harbiy komitetining boshqarishiga kirgan. Uning vazifasi Tayvan va Janubiy dengizdagi to'qinish xavfini azaytish uchun Amerika armiyasi bilan aloqa o'rnatish ekan. Dong 2021 yili Ozodlik armiyaning dengiz armiyasi boshlig'i va generali bo'lishdan ilgari Tayvan bilan urush qilish vazifasiga ega Sharqiy dengiz flotining muavin qo'mondoni, Janubiy dengizdagi talash tortish rayoni qo'mondonlik shtabining qo'mondoni bo'lgan ekan. Li martda davlat mudofaa ministri bo'lgan va Shi Jinpingga sodiq deb qaralgan. Amerika 2018 yili Li familiyaga Rossiyadan Su-35 tipli urush aeroplani va S-400 tipli havodan boshqariladigan bomba sistemasi qatorli qurollarni sotib olganlik uchun jazo yurgizgan. Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari Janubiy dengizdagi jiddiylik haqida bayonot e'lon qilgan. Diplomat xabar to'rining 2 yanvar kunidagi xabarida aytilishicha, Janubiy Xitoy dengizida yil bo'yi yuz bergan Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi bir qancha qitimliq qarshilashishdan keyin yil oxirida Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari kechikkan bo'lsa-mu, shanba kuni bayonot e'lon qilgan.
Yuqori darajalik diplomatlar bayonotda kun sayin kuchayotgan surgilishning rayonning tinchligiga tahdid elib keladiganligini bildirib, da'vo egalarini tinch suhbat elib berishga chaqirgan. Bayonotda biz Janubiy Xitoy dengizidagi yaqinqi avj olgan tirkishning rayonning bexatarligi, tinchligi va muqimligiga tahdid elib kelishidan ansiraymiz. Rayonimizda tinchlik, bexatarlik, gullanishni ishga oshirish uchun dengizchilik sohamizda muqimlikning qo'g'dilishi va kuchaytirilishi jihatda birlik va barobarligimizni kuchaytirish, qarorliligimizni oshirish va'damizni takrorlaymiz deyilgan. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining hammasining o'zining ekanligini da'vo qiladi. Xitoy Sharq Osiyo ellari ittifoqiga a'zo Vyetnam, Malayziya, Filippin, Bruney va Indoneziya qatorliq davlatlarni qoplagan 9 siziqqa kengayish qadamini tizlatgan bo'lib, 2023-yili iqtisodiy jihatda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan suv yo'llarida chetishish kuchaygan bir yil bo'lgan. Xitoyning eng qabih harakatlari Filippin talab qilgan suvda, ya'ni Filippin ishg'ol qilgan Spratli orolidagi ikkinchi Tumas shuali atrofida bo'lgan. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqining Janubiy dengiz bilan aloqador tarqatgan tunji mustaqil bayonotida tashqi ishlar ministrlari talash tortishni murakkablashtiradigan yoki keskinlashtiradigan faoliyatlarni qilganda o'zini tutib olish kerakligini, tinch dialogning rayon muqimligi va dengiz okean sohasidagi hamkorlikni ilgari surishga ijobiy tuhfa qo'shadiganligini ta'kidlagan. Har qandaq bir qullar uchun aytganda eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'aligi. Shunga har bir qul yoshirin to'polonchi. Ammo manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'polon ko'tarish, isyon ko'tarish degan hukm zodila mavjud bo'lmaydi. Uningdan paxas bo'lish, uni maxsus kuzatishmi hojatsiz deb yozadi Uyg'oq adib Jingiz Aytmatov. Amaliyotda Aytmatov har bir zamondoshi o'qib tushuna oladigan tilda anglitishga tirishgan mazkur bayonida mustamlikachi bilan uning qo'liga tushgan xalq o'rtasidagi munosabatni tushuntirishga tirishadi. Bu yerda qullardan maqsad mustamlikachi, quldan maqsad mustamlikaga uchrag'uvchi xalq ko'zda tutilgan bo'lib, mustamlikachi uchun mustamlikasi ostidagi har bir shaxs manqurtlashtirish obyekti. Dushman tutilish uchun uning isyon ko'tarishi yoki ko'tarmasligi orasida osiy qul yoki itoatkor qul bo'lishi orasida Mümin fuqaro bo'lish yoki bo'lgunchi unsur bo'lishi orasida mustamlikachi uchun farq yo'q. Uning mustamlikasi ostida bo'lishining o'zila dushman tutilishga, tahdid deb bilinishga yetarli. Tahdidni bartaraf qilishning yo'li bo'lsa, mutlaq itoatkorlikdan xotirjam bo'lish. Buning yo'li bo'lsa, faqat va faqat dushmanni manqurtlashtirish, uningdagi insonlik xususiyatlarini vujudidan sug'urib tashlashdir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.